Qo'shtepa tumani Garamdor. mahallasi hududidagi 42-bog'cha. Nechinchi yili bino qurilgan? 86-yil. 86-yili. Endi loyiha quvvati qancha? 180 o'rinli. 210 ta bola bor. Qachon oxirgi marta mukammal ta'mirga tushgan ekan? Tushmagan. Biror marta? Yo'q. Mukammal ta'mirga tushmagan. Mana o'sha eski shiperlar, xonalar o'zi ham nima? Mana bizda qaytib mana bular qoqilmagan mana. Ana itlar. Mashinalardan chiqyapti kalamushlar. Yozgi ayvonchalarimiz kerak. Xonalarimiz hamma yo'g'i pollari tushib ketgan. Tepada mana ayvonchalarimiz. Mana bu yozda o'tiradigan joyimiz yo'q. Shiperda tayda issiq, yozgi ayvonchalar kerak bizga. Ochilmaydimi? Yo'q, maqlab tashlab. O'sha bog'cha qurilgandagi oyna. Oyna yo'qmi tepada? Havo kirmaydi-da, ochilmaganida. Sinib ketdimi? Bo'ldi. Xonalarimizni pollari tushib, kalamushlar chiqadi burchaklardan. Har yili rasm, har yili hujjat yo'q. Bilmaymiz nimaga yo'q bo'lib qoladi. Bu g'ishlarim sho'r bo'lib ketganda buni baqqa qaytib qilsangiz ham bunday o'zi ko'rinib yotibdi. Devorlar qayta qilingan tushib ketaveradi. O'sha ozgina oylikka ham har yili o'zimiz iloji boricha ta'mirlaymiz. Ota-onalar homiyligidan. Mana to'klar. Ko'rmaydi. Yo'q, zimoda. To'k yo'qmi? Yo'q, to'kda mana qarang. Firma Aristonni qo'yib, nima qilganda samozel qilgan. Aristonni qo'yib bergan, o'shini to'kidan foydalanyapmiz, u ham ko'tarmayapmiz pishloqlarimizga. Ha, Aristonni yangi qo'yganda tortgan rozetkadan foydalanasizlar. Bu ham mana erib ketadi tez-tez. Erib ketyapti, iloji yo'q. Biz kunda pishiriq qilishimiz kerak. Buni yaqinda ochib ko'rishdi bo'limdagilar, ulab qo'yishdi, lekin ko'tarmaydi. Ichkarida yo'q, hojatxona. Bor, ishlamaydi. O'zi ishlaganmi? Yangiligida ozroq ishlagan. 2022-yili kuzda qilinganda. Sortlar ko'rib turiblar, juda qiyshayib, og'ir ahvolga kelib qolgan. Qayda qo'rqamiz o'tirgani. Ayvonchada bolalar o'tirgan qo'rqamiz. Ular bor, shuncha odamning bolasi, xalqda bolasi bular. Tepadan kamisa keladi, to'g'ri. Nima deylarga shikoyatimiz yo'q. Endi chiroyli joylarda olib borib ko'rsatishadi. Bizni bog'chamizga birovni yetalab kelmaydi. Nimaga? Kelsa shu qilib berish nimasi? O'shaning uchun sizdan iltimos shuni. Ko'rsin, bizni bog'chalarga ham kelib ahvolini bir chiroyli joylarda ishlaymiz. Tayyorlangan chiroyli bog'chalardan kelib ketmasdan bizni ham ahvolimizni bir kelib ko'rsin. Gapirsang yozuvchiga chiqasan, yo bir nima bo'ladi deb gap tegadi deb biz ham haqiqatdan indamay nima qilib turibmiz. Mana ha endi bo'lib qolar deb turibmiz. Hech nima o'zgargani yo'q. Mana yotibdi, hamma yo'q. Ahvolni ko'rib turibsizlar. Ota-onalarning ham kayfiyati norozi, chunki keladi, ko'radi bolasini. Hatto hamma xalq, oddiy xalqda kolxozchi, sodda qiladigan dehqon, kolxozchi. Hech kim u shaharga, bog'chasiga, boshqa joyga olib borib bera olmaydi. Mana shu oddiy o'zimizning bog'chaga olib kelishadi. Suv bormi? Yo'q, uncha tushmaydi bu. Suv aytdim, trubalarda yanada semontlab ketganda bo'plar. Tualet ishlaydimi? Unaqa. Suvni qo'lda qo'yishadi, foydalanishadi. Kichik guruhligi uchun iloji yo'q, olib kiryapmiz. Qo'llash. Qo'lga suv quyapmiz. Ariston ishlaydimi? Ariston ishlamaydi. Suv yo'qda, Aristonda suv bor. Shundan beri inventar bo'lib turibdi. Yo'q, ishlamaydi. Keladi, rasmga olishadi, ketishadi. Keladi, rasmga olishadi, yozishadi, ketishadi. Necha yildan beri shu ahvol. Ahvolimiz mana hech nima o'zgargani yo'q. Yotibdi mana shunday bog'chamiz. Siz ham mana keldingiz, ko'rdingiz ahvolimizni. Deb kelib ketavergan bilan bitta foydasi, nafi bo'lmayapti buni. Qayerga borishimiz kerak, nima qilishimiz kerak biz? Bizni sizga aytganlarimizni, qilgan murojaatlarimizga qo'shmang, qirqmang ham. Shunday, mana shundaycha olib borib o'sha tepaga vazirlikka yetkazing, iltimos sizdan.